Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'zbekiston bo'yicha bunaqacha hech qachon bo'lmagan vodiy bo'ylab 20% skidkaga tushgan ishlarni sizlarga obzor qilib beramiz. Xo'p, ko'rishinglar mumkin emas, svitilni mana prokunlarda bo'lgan chiroyli qilib qilingan ishlar mana. Uylardan istagan qo'yadigan joylari ham bor. Materiallari kerakli bo'lsa, bular ruchkalari ham original bo'ladi. Akril materialda bo'ladi. Ranglarni o'zingizlar tanlovsizlar, xohishlar yo'q. Kronkalar ham rezinoviy kronka bo'ladi. Shamillar ham, apparatlar ham original bo'ladi. Vaqtni o'z tortiladigan shamillar ham bo'ladi. G'aladonlarga keladigan bo'lsa, g'aladonlar ham o'z tortiladigan g'aladonlar ham bo'ladi mana. Hop, gazlarini, vitishkasini, duxovkasiga joy, ustunovkasini hammasini joy-joyida qilib beramiz. Hop, mana bu yog'i ham g'aladonlarni ham qo'yib berganmiz. Bu yog'imizda mana 2 etajli mana barnes stoka hisoblanadigan ishlarimizni qilib qo'yganmiz. Bunga mo'ljallarni ham ustunovkasini qilib, gazlarni ham ustunovkasini qilib berganmiz. Tagga uni duxovkasini ham qilib berganmiz. Vitishkalar ham ustunovkalar hamma ichida bo'lgan buni. Barnes stoka ishimizni o'zingizlar ko'rib bir baho berasizlar.